Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tarixan ingliz kasalligi deb nomlangan raxit hozirgi vaqtda butun dunyo bolalari ichida ko'p uchraydi. Uning profilaktikasi va davosi alohida yondashuv talab qiladi. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Raxit bu bolani aktiv o'sish davrida fosfor va kalsiy yetishmovchiligiga bog'liq paydo bo'ladigan kasallik. Natijada suyak to'qimasi yumshaydi, mo'rtlashadi, qiyshayadi va sinishi mumkin. Va bundan tashqari hayot uchun muhim bo'lgan organlarni funksiyalari buzilishiga ham olib keladi. Raxitga har bir o'sayotgan bola chalinishi mumkin va uning asorati bola kelajagiga ta'sir ko'rsatadi. Raxit kasalligi bilan 2 oylikdan 3 yoshgacha bolalar og'riydilar. Chunki shu davrda bolani o'sish tezligi yuqori bo'ladi. Bolada raxit kasalligi vaqtida davolanmasa yoki noto'g'ri davolansa, kasallikning qoldiq asorati butun umrga qolishi mumkin. Raxit kelib chiqish bo'yicha asosan 3 xil bo'ladi. Kalsiy kamligidan paydo bo'ladigan raxit, ovqatda yetishmovchiligi hisobiga, vitamin D bilan bog'liq bo'lgan raxit va fosfor yetishmovchiligidan paydo bo'ladigan raxit. Raxit kasalligining kelib chiqishi asosan vitamin D yetishmovchiligiga bog'liq bo'ladi. Chunki u fosfor va kalsiy almashinuvini boshqaradi. Vitamin D ning 90% quyosh orqali olinadi. Qolgani esa oziq-ovqat mahsulotlari orqali organizmga kiradi. Bundan tashqari, raxit kasalligi kelib chiqishida boshqa metabolik buzilishlar ham yuqori ahamiyatga ega. Oqsil, mikroelementlar, vitaminlar yetishmovchiligi. Yuqoridagilar oziq-ovqat mahsulotlarida yetarli bo'lsa ham, ularning so'rilishi va suyak to'qimasiga yetib borishi uchun quyidagi omillarni hisobga olishimiz kerak. Oshqozon ichak kasalliklari, jigar va buyrak faoliyati buzilishlari, gen mutatsiyalar, minerallar almashinuvidan tashqari raxit kasalligida oqsil, uglevod va yog' almashinuvi ham buziladi. Natijada asab tizimi va ichki organlar funksiyasi buziladi. Raxitning kelib chiqishi onani homiladorlik davridan paydo bo'lishi mumkin. Quyidagi omillar bunga ta'sir ko'rsatadi. Onaning yoshi 18 yoshgacha yoki 40 dan yuqori bo'lsa, homiladorlik davrida kun tartibiga rioya qilmaslik, toza havoda, quyoshda yetarli bo'lmaslik, kam harakatlik, homiladorlik va emiziklik davrida noto'g'ri yoki yetarli ovqatlanmaslik, surunkali kasalliklar, yomon odatlar, homiladorlar toksikozi, operatsiyalar, tezlashtirilgan va stimullangan tug'ruqlar, ko'p homilalik, bola tomonidan raxitga olib keluvchi omillar. 4 kilogramdan katta tug'ilgan bolalar, hayotini birinchi 3 oyida ortiqcha vazn qo'shgan bolalar, noto'g'ri tashkillashtirilgan ovqatlantirish, ovqatni kam berish, ovqatni ortiqcha berish, yoshiga mos bo'lmagan ovqatlarni berish, sun'iy yoki aralash ovqatlantirishga erta o'tkazish, sun'iy ovqatlanishda yaxshi o'zlashtira olmaslik, bolada harakatni cheklash, qattiq yurgiklash, uzoq vaqt tos boldir displaziyasida immobilizatsiya, hazm buzilishlari, nerv tizimi zararlanishlari. Raxit kasalligi 4 ta davrda kechadi. Boshlang'ich, o'tkir, tuzalish va qoldiq asoratlar davri. Raxit kuzda va qishda tug'ilgan bolalarda quyosh kamligi sababli ko'proq uchraydi. Ko'p bolalarda raxitning yengil belgilari kuzatiladi va yaxshi parvarish qilinsa, o'zlari o'tib ketadi. Kechishi bo'yicha raxit o'tkir, nim o'tkir, qaytalanuvchi bo'ladi. Raxitning belgilari. Boshlang'ich belgilari bolani 2-3 oyida, chala tug'ilgan bolalarda 1-oyda paydo bo'ladi. Bu belgilar ahamiyatsizligidan ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bularga bezovtalik, qo'zg'aluvchanlik, uyquda bezovta bo'lish, qaltirash, ishtaha pasayishi, ko'p terlash, ayniqsa boshni soch qismida nordon hidga ega, qizarishlar paydo bo'ladi. Mushaklar gipotoniyasi, bo'shashi, katta liqildoqni kattaligi, ensa suyaklarini yumshashi, boshda teri osti vena qon tomirlarini ko'rinishi, ichki ilishi buzilishlari, siydikda amak hidiga ega bo'lishi. Raxitning boshlang'ich davri 1-3 oy davom etadi. Raxitning avj olish davri bolani 5-6 oyligiga to'g'ri keladi. Bunda bolani vazn qo'shishi va o'sishi sekinlashadi. Olimpik peshona suyaklari bo'rtadi, do'nglik, qovurg'ada cho'tlar paydo bo'ladi. Qovurg'alar ostida yoysimon chuqurlik, harrison, ko'krak qafasini etik-do'z ko'kragi yoki tovuq to'shi shaklida deformatsiyasi, kifoz shakllanadi. Bilak bo'g'imlarida raxitik bilak uzukchalar paydo bo'ladi. Barmoqlarda qallash, oyoqlarni O va X simon qiyshayshi, yassi oyoqlik, tos suyaklarining o'zgarishi, baqa qorin, tishlarni kech chiqishi, sut tishlarini
kariyesi va tez yemirilishi, psixomotor rivojlanishda ortda qolishi, boshni ushlab tura olmaslik, kech o'tirish, kech turish, kech yurish, kech emgaklash, suyaklardagi o'zgarishlardan tashqari jigar kattalashishi va kamqonlik kuzatiladi. Raxitni diagnostikasida quyidagi tekshiruvlar o'tkazish tavsiya qilinadi. Qonda kalsiy, magniy, fosfor, vitamin D, kreatinin, ishqorli fosfataza, umumiy oqsil va fraksiyalari, parad gormon va osteokalsin. Raxit kasalligini davolash. Raxit kasalligining hamma turlarida vitamin D beriladi. Vitamin D preparati har kuni 3-4 oy davomida beriladi. Lekin har bir bemor uchun davomiyligi har xil bo'ladi. Vitamin D qayta tekshiruvi 3 oydan keyin o'tkaziladi. Normaga kelishi kuzatilmasa yana davom ettiriladi. Bundan tashqari har kuni kalsiy preparati berish kerak bo'ladi. Sudragi va qotib qoladigan bolalarga kalsiy glyukonat qon tomiri ichiga quyiladi. Qonda kalsiy normaga kelguncha. Qonda kalsiy normaga kelgandan keyin og'iz orqali kalsiy berish davom ettiriladi. Fosfor kamligidan kelib chiqqan raxitda fosfor preparatlari qonda fosfor 1,3 millimol na litrdan kam bo'lsa qo'llaniladi. Bundan tashqari vitamin D va kalsiy preparati ham beriladi. Oxirgi vaqtlarda raxit, osteoporoz, osteopeniya kabi kasalliklarda monoklonal antitanachalar preparati Burosumab qo'llaniladi. Rahmat.